Men bu yigitni oyga o'xshataman. Oyning bir tarafini ko'ramiz, ikkinchi tomonini ko'rmaymiz. Lekin oy haqida gapirilganida faqat ko'rinadigan tomoni haqida gap boradi. Bu yigitning qorong'u tomoni ham muhokama qilinadi. Shunaqa. U haqda hamma har xil gapiradi. Har kungi gazetalarda uning rasmi bor. Internet saytlarining asosiy manbai shu yigit. Uni tinmay chaynaydilar. U haqdagi munosabatlarni, maqolalar ostidagi izohlarni o'qisangiz, ikki xillikdan yoqangizni ushlaysiz. Kimdir uni kibrli desa, kimdir haddan tashqari o'zbirlik egasi deydi. Ba'zilar nazdida u faqat o'zini o'ylaydigan qizg'anchiq, ayyor va mug'ombir yulduz. Hakamlardan penalti tilanadigan, yolg'ondan yiqilish bo'yicha Ginnes rekordchisi, bo'sh qolgan darvozaga yo'llagan gollari bilan soxta rekordchi bo'lib olgan, zaif jamoalargagina gol ura oladigan, klubining erkatoyi va hokazolar bilan ayblar tirkaladi bu yigitga. Ushbu toifaning gap so'zlarini eshitsangiz, dunyodagi eng jirkanch odam shu bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Lekin xuddi shu paytda ikkinchi tomonda boshqa olomon ham paydo bo'ladiki, ularning ta'rif va fikringizni bus-butkul o'zgartirib yuboradi. Uning o'yinlaridan mast bo'ladigan toifa bu. U ular uchun daho.